Assalomu alaykum qadrli usta Sherzod kanalining qadrbaland obunachilari, akalar, ukalar. Bu safargi ishimiz Samarqand shahrida qilib bitkazildi. Bu ishimizga bitta ko'rib baho berib, yoqsa laykni gumburlatib bosib qo'yasizlar. Akalar, bu ishimizga maloshni hamda shokolad tunukalardan foydalanib, kazarok qismini bakavinali, pasini 90 gradusli qilib bitkazib berdik. Endi esa darvozaxonamizni chekkalarini yashikli, o'rtalarini shaxmatli qilib bitkazdirib berganmiz. Bu ishimizga bitta ko'rib baho berasizlar. Uyni egalarini talabiga binoan umuman modadan qolmaydigan fason xohlovchilar uchun mana shu fasonlarimizni tavsiya qilamiz. Bu ishimizga bitta ko'rib baho berasizlar. Choklarni ham xudo xolasa ideal ko'rinishda keltirib, chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Akalar, bu ishimizga maloshni, shokolad hamda tunukalardan foydalanib 0,4 qalolikdagi 1 kvadrat tunukamizni 150 ming so'mdan qilib bitkazdirib berganmiz. Bu ishimizga umumiy hisobda 263 kvadrat metr tunuka ishlatdik va bu ishimiz uyda egasiga 37 million 500 ming so'mga qilib bitkazildi. Bu ishimizga bitta ko'rib baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlardagi nomerlarga telefon qilib bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ishlarni tez va sifatli qilib bitkazdirib beramiz. Shunaqa xizmatlar uchun bemalol o'zimizga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan usta Sherzod.